Assalomu alaykum. Menga konditsioner kerak edi. Albatta bor. Mijoz uzoq o'ylandi. Konditsioner zavoddan bozorga bordi. Bozordan do'kondor qo'liga bordi va mijozga yetib bordi. Mana hurmatli mijoz, siz so'ragan konditsioner. Voy, shuni shuncha qo'lma-qo'l qilgandan, birinchi qo'ldan olishning iloji yo'qmidi? Albatta bor. Endilikda ishonch do'konlaridan Artel Shivaki Avalo mahsulotlarini birinchi qo'l narxda, ya'ni zavod narxida muddatli to'lovga olish imkoniyatingiz bor. Yana undan tashqari, ishonch do'konlarida o'tkazilayotgan aksiyada juda ko'plab mahsulotlarni 12 oyga o'zini narxini hech qanday ustamalarsiz bo'lib to'layverish imkoniyatingiz bor. Unutmang, aksiya muddati 31-mayga qadar. Aytgancha, ishonch do'konlarida 27-28 may kunlari barcha telefon va televizorlarga 20% gacha chegirma amal qiladi.